2002-yil. Qo'qon. Davlatimiz endi o'zini o'nglayotgan, hamma nima ish qilsam ekan deb yurgan vaqtlar. Biroz boshqacharoq yo'ldan borildi va aynan shunday bir davrda yangi tadbirkorlik subyektiga asos solindi. Men Siddiq Abdukadirov, Economic Balance outsourcing kompaniyasining rahbari va muassisi hisoblanaman. 22 yildan ortiq buxgalteriya, soliq, audit va finans sohalarida ishlab kelmoqdaman. Shundan 15 yillik ish tajribada auditorlik kompaniyalarda auditor lavozimlarida ishlaganman. Juda ko'p yirik korxonalarni tekshiruvdan o'tkazganman. Hozirda outsourcing kompaniyamiz 200 dan ortiq korxonalarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Jamoamizda 20 dan ortiq yoshlar ishlaydi. Outsourcing kompaniyamiz hozirda O'zbekiston bo'ylab soliq va buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida yirik korxonalarda neft kompaniyalarini tekshiruvlardan o'tkazdik. Ularni soliqqa oid bo'lgan muammolarni bartaraf qildik. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasining bir qancha korxonalari bilan outsourcing xizmati bo'yicha hamkorlikni boshladik. Economic Balance siz uchun malakali buxgalteriya va audit xizmati.